Hammaga salom jigarlar. Demak, bugungi videomiz mana shu yangi bot haqida bo'ladi. Endi juda yangi emas-yu, 3-4 kun bo'lgan ochilganiga. Mining qilib pul ishlaysiz, ham sarmoyali. Undan tashqari, bundan oldingi videoda chiqargan botimda VIP narxi arzonlashdi. Atiga mana $1 sarmoya qilib ham pul ishlashingiz mumkin. Juda ham ajoyib, mana ko'rib turganingizdek. Bu yerda mana hammasi ma'lumotlar bor. Ko'p cho'zib o'tirmayman, mana shu yangi Telegram kanalimga ham obuna bo'linglar. Sababi narigi kanalni bilmasdan o'chirib qo'ydim do'stlar. Qayta kirsam, shunchaki oddiy obunachi bo'lib qoldim. Shu sababdan yangi kanal ochishga majbur bo'ldim. Jigarlar qo'llab-quvvatlab mana shu kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Barcha ma'lumotlar mana shu Telegram kanalda bo'ladi. Demak, botga o'tamiz. Bu yerda mana asosiy hisob, mana shu o'rtadagi profil. Bu yerda meni profilim mana. Ro'yxatdan o'tgan mana 22-aprel kuni kon darajasi 4, ya'ni mining qiladigan. Bu yerda mana qazib olingan ruda deyapti, ya'ni bu bizning pullarimiz, buni almashtirib pul ishlashimiz mumkin. Bu yerda mana to'ldirilgan 4 ta referral bor. To'langan mana hozircha pul yechganim yo'q, sababi hali endi yetarli mablag' mavjud emas pul yechib olishga. Demak, birinchisi do'kon bo'limi. Bu yerda siz, bu yerda mana oq kumush tangalar bor pastida, bu yoqda olmoslar, ya'ni oltin tangalar. Biz kumush tangalarga mana shularni sotib olishimiz mumkin. Biz 1000 ta kumush tangaga mana shuni olishimiz mumkin. Gonomchani eng kichigi bu, keyin ikkinchisi mana 20 000 kumush tangaga buni sotib olamiz. Bu yerda mana soatiga yozilgan rudalar mana bu 25 ta. Bu 550 ta. Mana shuning narxi 100 000 ekan, bu 3100 ruda ishlab berar ekan. Ya'ni biz yechib oladigan pullarimiz ham yechib olishga, ham mana shu gnomlarni sotib olishga ishlaydi bular. Ko'rib turganingizdek, bu yerda mana 5-6-gacha bor ekan. Shunday qilib bularni sotib olishingiz mumkin. Keyin konchilar. Menda hozir adashmasam 4 tami 5 tami konchilar bor. Birinchi gnomdan 2 tami 3 tami, keyin ikkinchi 20 minglikdan 2 ta bor. Soatiga mana 1150 ta mana shunaqa ruda ishlab beradi. Mana hozir bosaman ustiga sotish. Bu sotganda mana bu sariq, ya'ni oltin tanga yechib olishga, kumush tanga esa gnomni sotib olish uchun kerak bo'ladi. Ustiga xani bosamiz. Har soniyada yig'ilib turadi. Keyin endi bu yoqda daromad bo'limi ham bor. Bu yerda ham mana shu bo'lim bor. Agar siz qandaydir bir amallab olmos ishlatsangiz, bitta olmos 100 ta oltin turadi. Ya'ni oltin tanga bu juda ham ajoyib. Bizga eng keragi shu oltin tanga. Profil bo'limini ko'rsatib o'tdim. Bu yoqda vazifalar bo'limi bor. Bu yerda yozilgan mana. Aytgancha bu yerda tilni tanlashingiz ham mumkin. Mana ko'rib turganingizdek bir qator tillar bor, mana o'zbek tili ham mavjud. Keyin bu yerda mana men bonus olganman, bu yoqda ham olganman 200 kumush tanga, bu yoqda ham 200 tanga, bu yoqda ham 200 tanga. Keyin ikkinchi bo'lim bor. Bitta 3 ta referral uchun 500 mi mana shunaqa kumush tanga beradi, 250 mi. Keyin mana 10 ta referral uchun 500 kumush tanga berar ekan. Shunchaki ro'yxatdan o'tgani uchun juda ham ajoyib. Shunday qilib siz referallar chaqirib ham pul ishlashingiz mumkin. Bu yoqdan yana bir qator vazifalar bor. Ustiga bosadigan bo'lsangiz, mana sizga aytadi o'tish. Hozir sotib olish deyapti. Bu yerda mana yechish, buni oxirida ko'rsataman. Bu yerda ham mana referral bonus olingan 250 ekan mana 3 ta referral uchun. Bu yerda 4-menyu bo'limi bor. Bu yerda mana o'yinlar, konchi hammasi bor. Ayirboshlash, ustaxona, xullas mana bozor ham bor ekan. Omadli konchi kirib ko'ramiz. Bu yerda jackpot narxi deyapti. To'ldirish 0.50, ya'ni 50 sent ekan. Seriya uchun cho'kich deyapti. Seriya 2-3 menda 2 ta bor ekan adashmasam. Yo'q, biz hozir buni ola olmaymiz. Sababi bizda yetarli konchi yo boshqa narsalar yo'q ekan. Xullas
Bu yerda yana o'yinlar reytingi, yordam hammasi bor. Telegram kanali ham bor. O'shalarga ham obuna bo'lib, bu yerda vazifa bo'limida topsangiz bo'ladi. Obuna bo'lganingiz uchun ham kumush tanga beriladi. Endi pul kiritish va pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Bu yerda mana reyting bo'limi ham bor. Endi mana shuni ustiga bosamiz. Bu yerda mana pul yetish bo'limi ekan. Hozir to'ldirishni ko'rib chiqamiz. To'ldirish mana $1 10,000 kumush tanga. Pastroqqa tushadigan bo'lsak, mana bu yerda katta nimalar bor. $20 ga sotib olsangiz 9% bonus berar ekan. Hozir mana shu ichida nimalar borni ko'ramiz. Mana kon darajasi bu yerda mana 10,000 tanga, ya'ni kumush tanga. Bu yerda mana gnomlarni 2 barobar va 10 barobar ko'paytirib berar ekan. Agar buni sotib olsangiz, yopishni bosamiz. Adashmasam, sarmoyasiz ham bularni sotib olmasdan turib ham pul ishlasa bo'ladi menimcha. Yana bilmadim. Qolgan ma'lumotlarni Telegram kanalga joylab boraman. Shu sababdan albatta Telegram kanaliga ham obuna bo'lib kuzatib boring. Tushunmay qolgan joylaringizni ham bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Demak, pastda mana ko'p ekan. To'ldirishni ustiga bosadigan bo'lsak, misol uchun mana shuni bosamiz. To'ldirish summasi deyilgan. Misol uchun eng kam $1 kiritsa bo'ladi, bosib ko'ramiz. Albatta bo'lar ekan. Mana xohlagan biridan bizga eng qulay BEP 20 bu yerda mana mavjud, ko'rib turganingizdek. Ustiga bosadigan bo'lsak, mana manzil beriladi. Mana shuni nusxalab olamiz. Bu yerda miqdor yozilgan. Keyin to'ldirgandan keyin men to'ladimni ustiga bosasiz. Bu yerga yordamga ham boshqa ma'lumotlar hammasi yozib qoldirilgan. To'lov kutilmoqda. Ya'ni men hozir to'lov qilmayman, bekor qilish. Demak, $1 bilan ham siz $2 kiritsangiz ikkinchi darajali gnom sotib olsangiz bo'lar ekan. Sababi mana 20,000 kumush tanga edi. Bu yerda $1 ga 10,000 berar ekan. Boya ko'rsatib o'tdim. Endi pul chiqarish bo'limini ko'rib chiqamiz. Yechib olish. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek. Bu yerda mana 10,000 oltin tanga bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 10,000 coin narxi $1 ekan. Hozir menda 73 bor. 10,000 ga yetgandan keyin yechib olsa bo'ladi. Bu yerga tanga miqdorini kiritasiz. Bu yerda mana to'lov tarixi hammasi bor. Buni ham Binance ga yechib olsangiz bo'ladi, Bitgetga ham yechib olsa bo'ladi. Agar tushunmasangiz, pul chiqarish jarayonini ham qisqa video qilib kanalga joylab qo'yaman. Demak, barcha bo'limlarni tushuntirib o'tdim. Agar tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa, bemalol Telegram kanalda kuzatishingiz yoki izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Bugungi video mana shundan iborat edi. Ikkita bot manzili ham Telegram kanalda mavjud yoki opitsiyasiga ham joylab qo'yaman. Video yoqqan bo'lsa like bosing va albatta kanalga obuna bo'ling.